Yoshligingizda hacker bo'lishni hiç orzu qilganmisizlar? Agar ha bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Chunki sizlarga kiberxavfsizlik nima ekanligini va undagi sertifikatlar nima uchun muhimligini tushuntirib beraman. Xo'sh, kelinglar, avval kiberxavfsizlik nima ekanligini oddiy qilib aytib beraman. Tasavvur qilinglar, sizlarning uyingizda juda qimmatbaho buyumlar bilan to'la va sizlar ularni himoya qilish uchun kuchli eshiklar, yaxshi qulflar va xavfsizlik kameralarini o'rnatishingiz kerak. Kiberxavfsizlik ham xuddi shunday, faqat bu yerda himoya qilinadigan narsa bu sizlarning raqamli dunyoyinglar, ya'ni kompyuteringlar, telefoninglar va yoki internetdagi barcha shaxsiy ma'lumotinglar. Bugun internetda xavfsiz qolish uchun juda ko'p mutaxassislar kerak. Chunki kundan kunga jinoyatchilar ham internet orqali hujum qilish yo'llarini rivojlantirib borishyapti. Kiberxavfsizlik sohasi esa ana shu muammolar bilan kurashuvchi maxsus mutaxassislarni yetkazib beradigan soha hisoblanadi. Kiberxavfsizlik juda ko'p turli yo'nalishlarga bo'linadi. Masalan, axborot xavfsizligi mutaxassislari kompaniyalarning sirlarini saqlaydi. Tarmoq xavfsizligi mutaxassislari esa internet va tarmoqning xavfsizligini ta'minlaydi. Bulut texnologiyalari xavfsizligi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar sizlarning ma'lumotlaringizni bulut serverlarida xavfsiz saqlash uchun javobgar hisoblanadi. Ilova xavfsizligi mutaxassislari dasturlarni zararli hujumlardan himoya qiladi. SOC mutaxassislari esa kiberxavfsizlik muammolarini tezda aniqlab, ularga javob beradi va asosan jamoa bo'lib ishlashadi. Lekin mana shu sohada juda muhim va qiziqarli yo'nalishlardan biri bu pentesting hisoblanadi. Bu nima ekanligini oddiy qilib tushuntiraman. Pentesterlar haqiqiy hakerlarga o'xshab tizimga hujum qilib ko'radi. Lekin farqi shundaki, ular buni qonuniy ravishda amalga oshiradi. Tasavvur qilinglar, bank o'z xavfsizligini tekshirish uchun maxsus mutaxassisni ishga yollaydi va bu mutaxassis xuddi haqiqiy jinoyatchidek tizimga kirishga urinadi. Agar pentester tizimdagi zaif joylarni topa olsa, bank bu zaifliklarni yopib, haqiqiy jinoyatchilarga qarshi o'zini himoyalaydi. Pentester bo'lish uchun esa albatta xalqaro darajadagi tan olingan sertifikatlar kerak bo'ladi. Sertifikat nima deganda, bu sizlarning sohadagi biliminglarni va ko'nikmanglarni xalqaro darajada tasdiqlanganini anglatadi. Pentesting uchun eng mashhur sertifikatlardan biri bu OSCP, ya'ni Offensive Security Certified Professional hisoblanadi. Ushbu sertifikatni olgan mutaxassis haqiqiy dunyo muammolarini yechish uchun kerakli barcha bilimlarga ega ekanligini isbotlaydi. Bundan tashqari CAH, Certified Ethical Hacker degan sertifikat ham mavjud va juda mashhur. Ushbu sertifikat orqali sizlar hakerlarni qanaqa qilib o'ylashini va qanaqa qilib hujum qilishini tushunib olishingiz mumkin va tizimlarni shunga qarab himoya qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, GPEN yoki GIAC Penetration Tester sertifikatlari ham juda qimmatli hisoblanadi. Bu sertifikatlar orqali pentesterlar yanada murakkab hujumlarni qanday qilib amalga oshirishi va ularga qarshi himoya qilishni o'rganadilar. Yana bir qiziqarli va amaliy sertifikatlardan biri bu PNPT yoki Practical Network Penetration Tester hisoblanadi. Ushbu sertifikat orqali esa tarmoqdagi real hujumlarni qanday qilib amalga oshirish va ularni to'xtatishni o'rganasizlar. Xo'sh, nimaga aynan sertifikatlar muhim? Chunki ish beruvchi yoki katta kompaniyalar sizlarning ko'nikmanglarni qog'ozda emas, real tajribada isbotlangan bo'lishini xohlashadi. Sertifikatlar esa diplomlarga o'xshab aynan mana shu ehtiyojni qondiradi. Boshqa sohalarda sertifikatlar muhim bo'lmasa ham, kiberxavfsizlikda juda ham muhim. Bu sertifikatlar orqali sizlar kompaniyalarga va mijozlarga o'zingizlarning biliminglarni va tajribanglarni ishonchli tarzda namoyish etishingiz mumkin. Kiberxavfsizlik sohasidagi boshqa umumiy sertifikatlarga ham bir nazar tashlaymiz. Ular ham juda foydali. Misol uchun CISSP, Certified Information System Security Professional, dunyoda eng taniqli va yuqori darajali sertifikatlardan biri hisoblanadi. Bu sertifikat orqali sizlar kiberxavfsizlik sohasidagi boshqaruv va texnik bilimlarni ta'minlaysizlar. CISM, Certified Information Security Manager esa xavfsizlik menejmenti bo'yicha boshqaruv sohasidagi mutaxassislar uchun juda ham muhim. CompTIA Security Plus sertifikati yangi boshlovchilar uchun juda ham yaxshi tanlov, ayniqsa bepul. Bu sertifikat bilan sizlar xavfsizlik asoslarini chuqur o'rganib chiqasizlar. Ya'ni tasavvur qilinglar, ikkita mutaxassisdan birini ishga olish kerak. Ulardan biri faqat tajribaga ega, ikkinchisi esa tajribaga qo'shimcha ravishda xalqaro darajadagi sertifikatga ham ega. Sizlar kimni tanlagan bo'lardinglar? Ya'ni albatta ikkinchisini tanlaysizlar. Chunki sertifikat egasi o'zini bilimlarini xalqaro darajada tan olinganligini va ishonchli ekanligini ko'rsata oladi, xuddi diplomga o'xshab. Va shu sababdan agar sizlar ham kelajakda kiberxavfsizlik sohasida muvaffaqiyatli mutaxassis bo'lishni istasanglar, albatta sertifikat olishni rejalashtirishingiz kerak. Chunki aynan shu sertifikatlar sizlarni yuqori darajadagi ishlarga
yaxshi maosh va ishonchli karyera qurish imkoniyatiga olib boradi. Shunaqa qilib, bugungi videoda kiberxavfsizlik nima ekanligi va sertifikatlarning bu sohadagi ahamiyatini batafsil ko'rib chiqdik. Keyingi videoda esa kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis bo'lish uchun qanday qadamlar tashlash kerakligini texnik usulda tushuntiraman va videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.